Xo'p, assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Uzoq vaqtlik lirik chekinishdan so'ng Gersog yana sizlar bilan. Demak do'stlar, sizlar masalan ko'pchilik Mobile Legends'ni 1 yildan beri, 2 yildan beri, balki 3 yil, balki undan ham ko'proq vaqtdan beri o'ynagan o'rtog'ingizni men masalan Buxoro viloyatida buncha-ancha o'rindaman yoki da bo'lmasam O'zbekistonda top 3 talikdaman yoki da bo'lmasam umuman o'zingizda, viloyatingizda aytib, shuncha-ancha o'rinda turibman shu viloyatda deydi. Masalan, Martis Geroyda yoki bo'lmasam biron bir Hayabusa yo bo'lmasam Nolan, yana har xil geroyda shuncha-ancha o'ringa chiqqanman deydi. O'shani qayerdan ko'rishdi? Men sizlarga video qilib chiqishga qaror qildim. Shunchaki mana kiramiz, rejim, ya'ni shu qismda rejim bor, o'shani reytingiga o'zgartiramiz va bizning burchagimizda S39 masalan shu sezonda nechinchi sezonligi turibdi, o'shani ustidan bosamiz. Va biz shu oknoga, ya'ni shu oynaga o'tamiz va bu yoqda informatsiya sezoni, information season deb qo'yadi adashmasam inglizchada. O'shani ustiga bosamiz va bu yerda Любимый герой degan joyi bor. Xo'sh, Любимый герой bu eng sevimli personaj yoki eng sevimli qahramon degan tarjimaga ega. Masalan, men bu sezonda Sora Geroyda 19 marta o'ynaganman va 1058 ochko yig'ganman. Bu shu sezon uchun. Masalan, bu yerdan sezoniga o'tsak, men masalan Minotaurda US38-sezonda Buxoro 48 taliga kirganman. O'tgan sezon, to'ys. Xo'p, demak, bu sezonda masalan qanday ko'rish mumkinligi? Shunchaki masalan shu geroyga o'tamiz, yo'qmi bu o'zingizda masalan main geroyingizga shunchaki o'tasizda, mana bu yerda strelkachani ustidan bosasiz. Va sizda serveringizdagi, xo'p, tumaningizdagi, xo'p, viloyatingizdagi, respublikangizdagi va mirovoy globalda nechinchi o'rinda turganligingiz haqida informatsiya beriladi. Bugungi videomiz shundan iborat edi qisqacha. Yana ham yangi ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizning YouTube'dagi Gersog Gaming, bu Instagramdagi esa Gersog MLBB kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Agarda sizlarga arzon almas va UC xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning Telegramdagi Gersog Store kanalimizga murojaat qiling. Barchasining adminligida o'zim turaman.